katta uchastka qidirib yurganlar uchun 15 sotixli mana ko'rib turishingiz mumkin. Yaxshigina bitta uchastkaga kelganmiz. Uchastkamiz boshi bu tomondan oxiri bu yoqqacha, ya'ni 15 sotixli uchastka. Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun Toshkent viloyati Angren shahar Sobir Rahimov qishlog'i, ya'ni Qoraqalpoq qishlog'idamiz. Qani ichkariga kiramiz. Bismillah. Ichkariga kirganimizda bu joyga xalq tilida aytganda bir menka qilib turib uy solib qo'yilgan. Mana 3 ta xonadan iborat. Uyning ichini hozir kirib ko'rsatib o'taman va bundan oldin mana ko'rishingiz mumkin, shlaka blokimizda oxirigacha o'sha yerda tandirxonamiz bor ekan. Tandirxonamizni oldidan bundoq ketib turib o'sha chekagacha, xo'p, nima deydi? Chegarasi o'sha sarhadlari o'sha chekagacha ekan. Bu tomonimiz molxonasi, hojatxonasi bor o'sha tomongacha. Qani unda uyimizning ichkarisini ko'rsatishni boshlayman. Hop. Uyda ichkariga kirganimizda mana bu kirganimizda eski pechka mana kirishimdan e'tiborni tortdi. Qishloqlarda shunaqa pechkalar bo'lardi. Ko'rib tursiz, ta'mirlari yaxshi holatda, jidkaboylar qilib qo'yilgan. Hop, bu yoqda pechkalarimiz bor ekan, mana pechka o'sha gaz pechkalarimiz. Undan keyin bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, yotoqxona sifatida foydalanishyapti. Bu yoqda ham xuddi shunaqa ichkarini mana ko'rib turganingizdek, uy egalarining jihozlari turgani uchun to'liq ko'rsatmadim. Jidkaboy qilib qo'ygan, ta'mirlari yaxshi holatda. Endi bu yoqdan chiqadigan bo'lsak, ikkinchi xonamizga o'tamiz. Bu yoqda mana bu tomonda bitta eshikdan kiriladi, alohida xona qilib qo'yilgan. Buni mehmonxona sifatida ishlatishar ekan. Mana kirganimizda ko'rishingiz mumkin, bu yoqda ham ta'mirlari yaxshi holatda. Tom qismlari ham mana ko'rib turibsiz. Ancha chiroyli, shinam holatda qilib qo'yilgan. Ancha yaxshi. Bu uylarimiz qong'ishdan qurilgan. Bu xonadan chiqqanimizdan keyin ko'rishingiz mumkin, oshxona qismiga kelamiz. Oshxonamiz ham mana qilib qo'yilgan qishloq sharoitidagi o'sha oshxonalardan. Undan keyin mana bu yoqda qudug'imiz bor. Anchadan beri quduqni ko'rmagandim deyarli. Bu tomondan dalaga chiqib ketsa bo'ladigan tomon ekan. Bu yoqda mana katta dala bor. Mol olaman, qo'y boqaman degan akalarimiz uchun ham bu joylar juda ham mos ekan. Xo'p, bundan yurib kelganingizda mana ko'rishingiz mumkin, bu tomonimizda hojatxonasi bor, tovuqxona, molxonalargacha qilib qo'yilgan. Aytib o'tganimdek, bu tomondan nima deydi, chegaramiz o'sha qo'limma mana uchib turgan joyigacha 15 sotixli joyimiz. Ko'rib turibsiz, katta holatda mana uyimiz ham bu tomonda xuddi shunaqa chiroyli bo'lib turibdi. Qo'shinlari bor, gaz, suv, svet hammasidan bor ekan, muammo joylari yo'q deyishdi. Bog'imizda ko'p daraxtlar mana kesib tashlagan ekan. Agorod qilamiz deb turib, tomorqa qilamiz deb turib. Bu yoqda hozir mana o'riklarimiz bor. Aytganimdek, mol qilmoqchi bo'lgan yoki bo'lmasam boshqa biznes uchun ham bu joylar juda ham qo'l keladigan holatda. Uyimiz mana shu 15 sotixli joyga bor yo'q uy egalari $24,000 narx so'rashyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz, ancha ularga yordamimiz tekkan bo'lardi. Juda ham ko'pchilik o'zi yer so'rashyotdi, mana ular uchun tayyor yer. Shahar shovqinidan charchadim deganlarga bemalol jo'natib qo'yishingiz mumkin. Chunki tayyor yer, uyi bor, yashash uchun svet, suv, gaz hammasi bor, internet, boshqa narsalar hammasi yetarlicha. Kelish kerak, yashash kerak, bo'ldi. Tinch joylar mana ko'rib turibsiz. Aytganimdek, bu tomonda dalada faqat o'sha nima deydi, bahor yoki kuz vaqtlarida traktor ishlaganda demasangiz, qolgan vaqtlari tinch bo'ladi. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, izohlarda yozib ketishingiz mumkin yoki nimalarni yaxshilashimiz mumkin. Bu haqida ham o'z fikrlaringiz bilan bo'lishadigan bo'lsangiz, albatta bularni to'g'rilab, kamchiliklarimizni yaxshiroq obzorlar olib chiqishga harakat qilamiz.